Quyonchilikni ham boshladik, to'g'larni yig'ishtirdik. Ayrim sabablarga ko'ra to'g'larni sotib olib, endi quyon olib kelib, quyonchilikdan qoldiramiz. Bu yoqda yapon to'g'ri turardi, kichkina endi. Quyon soldik. İşte eshak to'g'ri turgan. Mana shu joyda. Endi quyonlar turibdi. Endi bitta qurib, urg'och chiqib quyon olib keldik mana. Strakanchi degan quyon. Bo'g'oz bu. 20 kunlab tog' qolishi kerak. 15 kunlab. 15 kuncha bo'ldi. Chiqarganimizga. Mana shu quyon. Shu quyon. Mana shu katta oq quyondan qochgan. Shu oq quyon, Hiko. Samiz, erkak. Keyin baran quyonimiz erkak. Mana urg'och kichkina hali. Bu qori bir haftalik bo'g'oz bu ham. Bunga o'yin qilamiz ham. Qori ham shu oqdan qochgan. Shu ikkalovi shu oqdan qochdi. Noqishlash yaxshi. Sariq hali kichkina bu. Burgun bilan kalif quyonimiz chatishib chiqqan varianti mana, chunki burni bilan quloqlari qora-qoralar. Endi 2 oylik shunaqa bahorga chiqib qochirtiramiz. Ham baran bu ham hali kichkina. Suvga shunaqa kurakni ham bedalayib mazza qilib o'tirish